Ba'zi tahorat olmoqchi bo'lgan odamlar hojatga bormasa ham albatta old va orqa avratlarni yuvish shart deb tushunadilar. Bu ham ko'p takrorlanadigan savollardan bittasi. Yel chiqib ketsa ham albatta o'sha avrat a'zoni yuvish kerak degan tushunchasi bor. Uxlab qolib tahorati sindi, albatta hojatxonaga borib, musyoxonaga kirib o'sha joyni yuvish kerak deb tushunishadi. Bu noto'g'ri masala. Noto'g'ri. Aslida inson ikki avrat a'zosini yuvishi uchun o'sha ikki avrat a'zosidan namlik chiqish kerak. Ya'ni najosat chiqish kerak. Yel chiqishi esa quruq narsa, namlik emas. Shuning uchun yel chiqqan paytida tahorat olayotgan bo'lsa, o'sha joyni yuvmaydi. Illo kimlar yuvadi? Shunday insonlar bo'ladiki, o'sha orqa, yo'g'on ichak tarafidan kasallikka yo'liqqan bo'ladi. Aytishimiz kerak bu narsani ham. Nimaga? Chunki ko'pchilikda shu savol bor. Shariatning hukmi bo'lgandagi o'rgatishga majburmiz azizlar. Kimgadir og'ir botsa ham aytishga majburmiz.